Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan koreys tilidagi navbatdagi noto'g'ri fe'l happy kichik tongsoni qarab chiqamiz. Demak, happy kichik tongsoning qoidasiga birinchi navbatda qaraydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. He noto'g'ri fe'lida asosga ayo, oyo hamda boshqa unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda, shuningdek n bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda patchimdagi h harfi tushib qoladi. Agar o bilan boshlanadigan qo'shimchalar qo'shilganda, demak hozirgi zamonda yo ko'rinishini oladi. Buni misollarda qarab chiqamiz. Demak, birinchi misolimiz irodda. Iroddada biz oldingi darslarda aytganimizdek, demak da qismi, infinitiv ko'rsatuvchi da qismi olib tashlanadi. E'tibor bersak, patchimda h harfi bor. Biz qoida bo'yicha aytdikki, qo'shimchalar qo'shilganda h noto'g'ri fe'lda, demak patchimdagi h harfi tushib qoladi. Demak, h ni tushirib qoldirganimizdan keyin bu yoqda iro shaklida qoladi. Endi bunga biz ayo, oyo qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, qoida bo'yicha aytganimizda, demak ayoga o'zgarish kerak. Hamda bu ireyo ko'rinishda tuzlanadi. Ya'ni o bilan boshlanuvchi qo'shimchalarni qo'shganimizda qanday unli bo'lishidan qat'iy nazar patchimdagi h tushib qolgandan keyin ayoga o'zgarishi kerak bo'ladi. Keyingi so'zga e'tibor beramiz. Demak, paratda. Paratda bu so'zda ham demak infinitivni bildiruvchi da qismini olib tashlaymiz. Patchimda h harfini demak tushirib qoldiramiz. E'tibor bersak, para, ya'ni a qismi qoldi. Endi bunga ham biz ayo, oyo qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, demak bu a harfi ayo, oyo bilan qo'shilganda ayo ko'rinishini oladi hamda pareyo shaklda tuzlanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi so'zimiz ireyo shaklida tuzlandi, keyingi so'zimiz esa pareyo shaklida tuzlandi. Endi misollarga e'tibor beramiz. Quyidagi jadvalga qarasangiz, demak h noto'g'ri fe'liga oid so'zlar berilgan hamda qo'shimchalar berilgan. Demak, birinchi, ikkinchi qatordagi qo'shimchalarimiz o bilan boshlangan qo'shimchalar, keyingisi myon qo'shimchasi hamda n qo'shimchasi berilgan. Demak, buni biz h noto'g'ri fe'liga tegishli so'zlar bilan tuzlaydigan bo'lsak, qanday ko'rinishda tuzlanadi? Buni qarab chiqamiz. Demak, chorotda so'zi. Da qismini olib tashlaymiz. Patchimdagi h tushib qoladi. Bu yoqda o borligi uchun demak biz oyo qo'shamiz hamda bu ayo ko'rinishni oladi. Ya'ni choreyo shaklida tuzlanadi. Asosi bilan tuzlaydigan bo'lsak, choreso shaklida tuzlanadi. Myon bilan tuzlaydigan bo'lsak, faqat patchimdagi h ni tushirib qoldiramiz. Unli o'zgarmaydi hamda choromyon shaklida tuzlanadi. Faqatgina patchimdagi h ni olib tashlaymiz. n bilan tuzlaydigan bo'lsak, patchimdagi h tushib qoladi hamda o'rniga n qo'shiladi. Choron shaklida tuzlanadi. Keyingi so'zimiz kamatda. Demak, infinitivni ko'rsatuvchi da qismini olib tashlaymiz. Patchimdagi h ni tushirib qoldiramiz hamda ayo, oyo, aso, osoni qo'shganimizda ayo ko'rinishda tuzlanadi. Demak, misolga qaraydigan bo'lsak, kameyo. E'tibor bersak, h harfi hamda a harfi tushib qolib, ayo ko'rinishda tuzlanadi. Kameyo. Asosi bilan qo'shilganda kameso ko'rinishda tuzlanadi. Myon bilan tuzlaganimizda, demak patchimdagi h harfi tushib qoladi hamda myon qo'shimchasi qo'shiladi. Keyingisi patchimdagi h harfi tushib qolgandan keyin n harfini o'zi qo'shib kaman shaklida tuzlanadi. Keyingi so'zimiz hayotda. Demak, infinitiv belgisini ko'rsatuvchi da qismini olib tashlaymiz. Patchimdagi h ni tushirib qoldiramiz. Bu yoqda ya harfi borligi uchun endi e'tibor bersak, demak yuqoridagi so'zlar kabi ayo shaklida emas, yeyo shaklida tuzlandi. Demak, hayeyo, hayeso, hayamyon. Demak, myon qo'shilgani uchun patchimdagi h harfi tushib qoladi hamda faqat myonni o'zi qo'shadi. Hayamyon. Hayan shaklida tuzlanadi. Demak, patchimdagi h harfi tushib qolgandan keyin n qo'shimchasi qo'shiladi. Hayan. Keyingi so'zimizda puyotda da qismi tushib qoladi. h ni olib tashlaganimizdan keyin bu yoqda yo harfi turibdi. Yo harfiga ayo, oyo qo'shimchasini qo'shganimizda puyeyo shaklida tuzlanadi. Puyeyo, puyeso, puyomyon. Demak, patchimdagi h tushib qolgandan keyin myonni o'zi qo'shiladi. Puyomyon. Puyon. Patchimdagi h tushgandan keyin o'rniga n qo'shiladi. Puyon. Keyingisi noratda. Da qismi tushib qoladi. h ham tushirib qoldiramiz. Demak, a harfimizni e ga o'zgartiramiz hamda noreyo, noreso,
noramyon, noran shakli tuslanadi. E'tibor bersangiz, h noto'g'ri fe'lida, demak, patchimdagi h tushib qolgandan keyin o unlilar bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda ga o'zgaryapti. Demak, ayoda yo ko'rinishda, asosida eso ko'rinishda o'zgaryapti. Agar yo harflari bo'ladigan bo'lsa, demak yo ko'rinishda tuslanyapti. Miyon qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, patchimdagi faqat h harfi tushirib qoldiriladi hamda miyon qo'shimchasi demak to'liq o'z holicha qo'shiladi, hech qanday o'zgarishga uchramaydi. n qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, patchimdagi h harfi tushib qolgandan keyin uning o'rniga n harfini, demak n qo'shimchasini qo'shib chiqamiz va quyidagi ko'rinishda tuslanadi. Demak, h noto'g'ri fe'li bo'yicha asosiy qoidalar shulardan iborat. Qoidani yaxshilab o'rganib olgandan keyin misollarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Agar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlar qismida yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.